Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli saylovchilar. Bugun mamlakatimizda mana saylov jarayonlari boshlandi va barcha siyosiy partiyalar qatorida O'zbekiston Adolat sotsial demokratik partiyasi ham mana shu saylov jarayonlarida munosib ishtirok etish uchun o'tgan yillarda amalga oshirgan ishlarni sarhisob qilib, mana shu yangi rejalar bilan kirib kelmoqda. Joriy yilning 3-noyabr kuni bo'lib o'tgan partiyamizning 6-qurultoyida o'tgan 5 yil davomida amalga oshirilgan ishlar, saylovoldi dasturimiz va uning bajarilishi nuqtai nazaridan sarhisob qilinib, shu xalqimizni oldida bergan va'dalarimizga nechog'lik darajada amal qilganligimiz va kelgusida yana nima ishlarni qilishimiz kerakligi to'g'risida fikrlar almashildi va tegishli qarorlar qabul qilindi. Bugun biz mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarga nazar soladigan bo'lsak, islohot uchun emas, islohot avvalambor inson uchun amalga oshirilayotganligini guvohi bo'lamiz. Qachonki mamlakat iqtisodiy jihatdan qudratli bo'ladigan bo'lsa, albatta ijtimoiy masalalar o'z-o'zidan hal bo'ladi. Buni mana biz orttirilgan tajribada ko'rishimiz mumkin. Mana keyingi 10 yillik bizning iqtisodiy ko'rsatkichlarimizga nazar tashlaydigan bo'lsak, yalpi ichki mahsulotimizning o'sishi 8% atrofida, undan kam bo'lmagan darajada saqlanib qolayotganligi. Biz har yili shu yilda profitsit bilan chiqayotganligimiz, demak mamlakatimizning iqtisodiy qudrati yuksalib borayotganligi ko'zga tashlanadi. Buni nimalarda ko'rishimiz mumkin? Demak bizda har yili qabul qilinayotgan, ya'ni Oliy Majlis Qonunchilik palatasida tasdiqlanayotgan davlat byudjetida ham ko'rishimiz mumkin. Mana shu davlat byudjetining 60% bevosita ijtimoiy sohaga yo'naltirilayotganligi yuqorida ta'kidlaganimizdek kuchli ijtimoiy siyosatga yo'naltirilganligidan dalolat beradi. Saylovoldi dasturimizni ichki tuzilmalarga kiradigan bo'lsak, bunda mana shularning hammalariga demak alohida e'tibor qaratilgan va kelgusida siyosiy partiyamiz nimalarga e'tibor berish kerak, bizning faollarimiz nimalarga e'tibor berish kerak, biz saylovchilarni nimalar bilan ishontirishimiz kerak degan masalalarni oldimizga qo'yganmiz. Hozir mana men navbatni Qodir Asadovichga bermoqchiman. Bu kishi bevosita mana shu bizning iqtisodiyotimizni rivojlanishi va o'sha rivojlangan darajani saqlab qolish masalalarida o'zlarining fikrlarini bildiradi. Marhamat Qodir. Rahmat. Haqiqatan mana bu yerda yuqorida juda to'g'ri ta'kidlab o'tildi. Mamlakatimizda iqtisodiyot o'sishining barqaror sur'atlarini saqlab qolinishi albatta birinchi navbatda aholi turmush darajasini oshirishning muhim kafolati hisoblanadi. Bizni saylovoldi dasturimizni iqtisodiyot masalalariga bag'ishlangan bo'limida mana shu barqaror o'sish sur'atlarini saqlab qolish va yanada rivojlantirish zarurligi va partiya barcha deputatlik korpuslari orqali shu iqtisodiyotni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratishi alohida ta'kidlab o'tilgan. Shu bilan birga saylovoldi dasturimizda yoshlarni ish bilan ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Biz mana shu respublikamizda so'nggi 5 yildan beri Oliy Majlis tomonidan qabul qilinayotgan aholini ish bilan ta'minlash bandlik dasturini qabul qilish va uni izchil amalga oshirishni parlament nazorati orqali amalga oshirish niyatidamiz. Qodir aka, to'g'ri aytdingiz. Mana partiyamizning muhim vazifalaridan biri bu aholi uchun. Birinchi navbatda yoshlarimizga yangi ish o'rinlarini barpo etishimiz zarur. Bunda har bir hududda qabul qilingan ijtimoiy-iqtisodiy dasturlarda belgilangan sanoat, xizmat ko'rsatish yo'nalishidagi, shuningdek qishloq xo'jaligi yo'nalishidagi loyihalarda belgilangan ish o'rinlarini yaratilishini nazoratga olishimiz kerak. Buning uchun barcha darajadagi deputatlik korpusini faoliyatini jonlantirish, tegishli qonunlar, davlat dasturlarining ijrosi ustidan parlament va jamoatchilik nazoratini kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Biz o'ylaymizki, mana shu sohani, endi mana shu o'sha ijtimoiy sohani rivojlantirish uchun albatta iqtisodiyotni qaysidir bir yangi zamonaviy texnologiyalar orqali rivojlantirishimiz lozim. Biz iqtisodiy sohada ma'lum bir darajaga yetdik va albatta birinchi o'rinda biz iqtisodiy mustaqillikka erishdik. Mana boshqa mamlakatlar bilan solishtiradigan bo'lsak, o'sha yuqorida ta'kidlaganingizdek, ko'p joylarda iqtisodiy inqiroz hali o'zini ta'sirini o'tkazayotgan bir paytda O'zbekiston yildan yilga rivojlanib borayotganligi bu albatta xalqaro ekspertlarni ham hayratga solyapti. Biz endi shu o'rinda mana shu iqtisodiyotni rivojlantirishda innovatsiyalarning o'rniga alohida e'tibor qaratganmiz. Bu borada mana hozir Abdug'ofar aka
qatnashyaptilar. Marhamat, Abdug'ofur aka, sizni fikrlaringizni bilmoqchimiz. Avvalambor shuni ta'kidlash lozimki, mamlakatimizni mustaqillik yillarida erishgan yutuqlari, xalqaro nufuzli tashkilotlar tomonidan tan olingan va e'tirof etilgan muvaffaqiyatlari yaqin kelajakda amalga oshiriladigan ishlarimizni fundamenti, asosi bo'lib hisoblanadi. Saylovoldi dasturida iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish bo'limida innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish, o'zgacha so'zlar bilan aytganda ilm, bilimga asoslangan intellektual iqtisodiyotni rivojlantirish to'g'risida juda mukammal axborot berilgan. Innovatsion taraqqiyot bu kelajagimizni poydevori bo'lishi aniq. Chunki ekspertlarimizni, mutaxassislarimizni rivojlangan xorijiy mamlakatlarning oxirgi 20 yillik tajribasini puxta o'rganish natijasida biz shunday fikrga keldikki, ularni bugungi rivojlanishining asosida innovatsion iqtisodiyot yotadi. Demak, biz mana shu innovatsion iqtisodiyotni, innovatsion tizimni shakllantirib, uni rivojlantirishga sharoit yaratib berishimiz va bu borada mukammal chora-tadbirlarni amalga oshirishimiz ko'zda tutilgan. Innovatsion taraqqiyotini asosida nima yotadi? Innovatsion taraqqiyotning asosida mamlakatimiz aholisining intellektual salohiyati, ilm-fan sohasida erishilgan yutuqlarni keng miqyosda real iqtisodiyotga joriy etish, inson kapitali, inson omilini ijtimoiy taraqqiyotdagi rolini yanada kuchaytirish, ishlab chiqarayotgan mahsulotlar ko'lamida innovatsion mahsulotlar miqdorini oshirish ko'zda tutilgan. Chunki bugungi kundagi innovatsion mahsulotlarni hajmi bizni hech qoniqtirmaydi. Men o'ylaymanki, mana shu dasturda ko'zda tutilgan va partiya tomonidan amalga oshiriladigan Sotsial demokratik partiyaning yangi deputatlar korpusi zimmasiga yuklatilgan bu vazifalar amalga oshsa, mamlakatimiz o'z taraqqiyotining yangi bosqichiga ko'tariladi. Yuqorida ta'kidlangan masalalar bilan bir qatorda adolat o'z e'tiboridan ekologik muammolarni ham chetda qoldirgani yo'q. Partiya iqtisodiyotning muttasil, barqaror o'sishida ekologik jihatdan mutanosib rivojlanishni nazarda tutadi. Ekologik jihatdan toza texnologiyalar asosida jadal iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashga yo'naltirilgan barqaror, mutanosib iqtisodiy siyosat olib borish lozim deb hisoblaydi. Adolat sotsial-demokratik partiyasi ekologik muammolarni hal qilishda o'z sa'y-harakatlarini birinchi navbatda ushbu muammolarning iqtisodiy jihatlariga qaratadi. Barcha ekologik muammolarni va u bilan bog'liq fuqarolar salomatligini himoya qilish masalalarni faqat davlat byudjetiga yuklab qo'yish to'g'ri bo'lmaydi. Partiya atrof muhit ifloslanishining oldini olish, aholi salomatligini himoya qilishni maqsad qilib qo'ygan. Partiya ishlab chiqaruvchilar, kichik biznes subyektlari va har qanday ishlab chiqaruvchilar tomonidan tavsiya etilayotgan yoki taqdim etilayotgan iqtisodiy loyihalarni muttasil o'rganib borishni o'z oldiga vazifa qilib qo'ymoqda. Rahmat, mana shu juda to'g'ri masalani ko'tardingiz. Ekologiya masalasi O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasini oldida turgan dolzarb masalalardan bo'lib hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan ham O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasi kelgusida ham mana shu eko harakat bilan birgalikda bu boradagi ishlarni davom ettirishi va zarur bo'lgan natijalarga erishishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ymoqda. Partiyamizning saylovoldi dasturida iqtisodiyot yo'nalishida bajariladigan vazifalar sirasiga, shuningdek energiya tejamkorligi masalalariga ham alohida e'tibor qaratilgan. Biz uchun bu juda muhim masala hisoblanadi. Shuning uchun biz bundan keyin o'sha ishlab chiqarish korxonalarining energiya tejamkorligi masalalariga ham jiddiy e'tibor qaratish niyatidamiz. Birinchi navbatda muqobil energiya manbalarini rivojlantirish sohasida qonunchilik bazasini yanada takomillashtirish va uy-joy kommunal sohada qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan keng foydalanishni joriy etish bizning mana shu navbatdagi vazifalarimiz sirasiga kiradiki, birinchi navbatda biz o'sha albatta ijtimoiy obyektlar bo'lgan maktablar, bog'cha, yaslilari, kasalxonalar, qishloq vrachlik punktlarida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni ham
kengaytirishni o'z oldimizga maqsad qilib olganmiz. O'zbekiston adolat sotsial demokratik partiyasi saylovoldi dasturida o'rin olgan yana bir dolzarb masalalardan biri bu qishloq xo'jaligini rivojlantirish, agrar sohani rivojlantirishga yo'naltirilgan. Mana shular to'g'risida hozir Umidaxon Tursunovna marhamat o'z fikrlaringizni bildirsangiz. Adolat sotsial demokratik partiyasi urug'chilik va seleksiya ishlarini rivojlantirishga alohida ahamiyat qaratgan. Bu ishlarda samaradorlikka erishish, qishloq xo'jalik unumdorligini oshirish bilan sohaning rentabelligini ham oshishiga olib keladi. Oxir oqibat qishloq qiyofasini butunlay yangilash, qishloq ahlining turmush darajasini yanada oshirishga zamin yaratadi. Bundan tashqari, qishloq hududlarini ijtimoiy obodonlashtirish, yo'l infratuzilmalarini, ayniqsa mahalla ichidagi ko'chalarni ta'mirlash, rekonstruksiya qilish, mavjudlarni modernizatsiya qilish va yangi ijtimoiy obyektlar qurish bo'yicha ishlarni davom ettiriladi. Saylovoldi dasturimizda biz shuningdek davlat va xususiy biznes o'rtasidagi hamkorlik masalasini ham qo'yganmiz. Albatta, davlat va xususiy biznes hamkorligi bir qator ijtimoiy iqtisodiy masalalarni hal qilishda, o'zaro foydali asosda hal qilishda bu samarali mexanizm bo'lib xizmat qiladi. Saylovoldi dasturimizda biz ana shu sohaning huquqiy asoslarini takomillashtirish vazifasini qo'yganmiz. Shu o'rinda savol tug'ilishi mumkin. Davlat va xususiy biznes o'rtasidagi hamkorlikning istiqbolli yo'nalishlari nimalardan iborat? Birinchi navbatda bu ta'lim sohasi, shuningdek uy-joy kommunal qurilishi sohasi, ilmiy laboratoriyalar sohasi, sog'liqni saqlash ta'lim tizimi, yo'l qurilishi, ilmiy laboratoriyalar va boshqa sohalar ana shu hamkorlikning istiqbolli yo'nalishlari hisoblanadi. Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, Adolat sotsial demokratik partiyasining qonunchilik palatasidagi fraksiyasining faoliyati bir qator yo'nalishlarda sezilarli bo'lgan bo'lsa-da, biroq bizga qonunchilikda bergan vakolatlardan to'liq foydalana oldik deb ayta olmaymiz. Parlamentdagi fraksiyamizni faoliyati mana shu hozirgi davr talablari, shiddat bilan o'zgarib borayotgan zamon talablaridan, xususan mana yurtimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli sotsial, iqtisodiy va ijtimoiy siyosiy islohotlarning talablaridan biroz orqada qolayotganligi yaqqol sezilib qoldi. Shundan kelib chiqqan holda biz bo'lajak deputatlarimiz ana shu masalalarga alohida e'tibor qaratishlari, xususan elektoratimiz manfaatlarini qonunchilikda mujassam etishga jonbozlik ko'rsatishlari va eng muhimi o'sha saylovchilar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvlar chog'ida milliy qonunchilikni yanada takomillashtirish bilan bog'liq takliflarni qonunchilikda aks ettirishda alohida jonbozlik ko'rsatishlari talab etiladi. Xulosa qilib shuni aytish joizki, O'zbekiston Adolat sotsial demokratik partiyasining saylovoldi dasturida barcha sohalar singari iqtisodiyot sohasiga ham alohida e'tibor qaratilgan va biz albatta mana shu e'tiborni xalqimizning oldida mana shu sohada amalga oshirishimiz lozim bo'lgan va'dalar deb hisoblaymiz va biz bor kuchimiz, g'ayratimiz bilan mana shu yangi tashkil etilayotgan o'sha parlamentdagi quyi deputatlik korpuslaridagi kuchimizdan, imkoniyatimizdan, faollarimizning jamoatchilik ishtirokidan keng foydalangan holda uni hayotga keng tatbiq etish choralarini ko'ramiz va biz xalqimizni ishontiramizki, agar O'zbekiston xalqi, butun saylovchilarimiz O'zbekiston Adolat sotsial demokratik partiyasidan ko'rsatilgan nomzodlarga ovoz beradigan bo'lsa, bizning nomzodlarimiz, demak, deputat bo'lib Qonunchilik palatasida ko'p o'rinlarni egallaydigan bo'lsak, bizda imkoniyatimiz shu qadar kengayadi va natijada biz mana shu oldimizga qo'ygan barcha maqsad va vazifalarimizga erishamiz. Hurmatli saylovchilar, aziz vatandoshlar, biz sizlarni yana bir bor mana shu O'zbekiston Adolat sotsial demokratik partiyasidan ko'rsatilgan nomzodlarga ovoz berishga chaqiramiz. Bizning nomzodlarimiz mana shu xalqimizning orasida hurmat qozongan, e'tibor topgan, el yurt hurmatiga sazovor bo'lgan munosib nomzodlar. Ular mana shu o'zlarining mehnatlari bilan, fidoyiliklari bilan mana shu mamlakatimizning taraqqiyotiga hissa qo'shib kelayotgan shaxslar bo'lib hisoblanadi. Agar siz ularni qo'llab-quvvatlab ovoz beradigan bo'lsangiz, biz o'ylaymizki, albatta ular o'zlarining bor kuch g'ayratini kelgusida ham mana shu mamlakatimiz taraqqiyotiga, vatanimiz ravnaqiga, yurtimiz tinchligiga munosib hissalarni qo'shadi deb ishontiramiz. Barchalaringizni O'zbekiston Adolat sotsial demokratik partiyasidan ko'rsatilgan nomzodlarga ovoz berishga chorlaymiz.
e'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.